Xo'p, bu video sizga nima beradi? Modular monolit arxitektura nima? Yana chuqurroq kiramiz va qanday qilib loyihani to'g'ri modullarga bo'lish? Mana shu savollarga men sizlarga javob berib ketishga harakat qilaman. Assalom deganda ochiladi gul, aziz salom bersa sayraydi bulbul. Assalomu alaykum barchaga, sizlar bilan men yana Isroil Bazizbek. Bugungi videomizda Laravel modular monolit arxitekturasining birinchi partini ham boshlab olamiz. O'tgan videoda aktiv juda ham zo'r bo'ldi. Rahmat hammanglarga va kommentariyada ko'pchilik modular monolit bo'yicha va mikroservis bo'yicha video qilishimizni so'rashdilar va takliflarga binoan, demak, modular monolit arxitekturasini video qilib chiqarishni boshladim va bu narsa bir necha qismdan iborat bo'ladi va undan keyin mikroservisni ham olib chiqamiz xudo xohlasa. Xo'p, bu video sizga nima beradi? Modular monolit arxitektura nima? Yana chuqurroq kiramiz va qanday qilib loyihani to'g'ri modullarga bo'lish? Mana shu savollarga men sizlarga javob berib ketishga harakat qilaman. O'zi umuman oladigan bo'lsak, modular monolit arxitektura unchalik ham qiyin emas. Bu yerdagi qiyin narsa loyihani qanday qilib to'g'ri modullarga bo'la olish. Ko'pchilikda kuzatiladigan muammo bu loyihani to'g'ri modullarga bo'la olmaslik va uning orqasidan kelib chiqadigan muammolar. Mana bu joyda yozilgan katta loyihalarni kichik qismlarga bo'lish san'ati, ya'ni loyihalarni to'g'ri va kichik qismlarga bo'la olish bu ham bir san'at. Xo'sh, bo'lmasa kelinglar birinchi savoldan boshlab olamiz. Modular monolit arxitektura nima? Bu savolga o'tgan videoda ham javob berganman. Bu safar ham qisqacha qilib javob berib ketaman. Oddiy qilib aytganda, bu bitta loyihani mustaqil modullarga bo'lish usuli. Ya'ni har bir modul o'z vazifasini bajaradi, lekin hammasi bitta loyihaning ichida bo'ladi. Bu nima degani? Sizda umumiy bitta loyiha bor, masalan, blog sayt loyihasi bor. Uni ichidagi qilinadigan vazifalarga qarab uni modullarga bo'lib chiqasiz. Deylik, AUZ qismi bo'ladi, to'g'rimi? Kommentariya qismi bo'ladi, blog yaratish qismi bo'ladi, ya'ni post yaratish qismi va notifikatsiya qismlariga bo'lishingiz mumkin. Va o'shalar har xil modullar bo'lgani bilan bitta umumiy loyihaning ichida va bu narsa bekorga modular monolit emas. Xo'p, endi pluslarni gaplashamiz. Tartib, kod toza va tartibli bo'ladi. Bu nimaga? Modullarga bo'linganligi uchun va oson ta'mirlash. Bir joyni o'zgartirsangiz, boshqasiga ta'sir qilmaydi. Ya'ni siz bitta modulda ishlasangiz, modul juda chiroyli yozilgan bo'lsa, boshqa bir modulga ta'sir qilmaydi va ta'sir qilish imkoniyati kam, ya'ni foizi kam. Va jamoaviy ish. Har bir dasturchi o'z modulida ishlaydi. Ya'ni jamoaviy ishlashga ham qulay. Masalan, siz AUZ modulida ishlayapsiz, sherigingiz masalan blog modulida ishlayapti va bir-biriga umuman xalaqit bermaysizlar. Umuman emas, katta ehtimol bilan xalaqit bermaysizlar va gidda ham konflikt chiqmaydi. Va to'rtinchisi, qayta foydalanish. Bu narsa videoning orqasida. Bu narsa qayta foydalanish nima? Modullarni boshqa loyihada ham ishlatish mumkin. Ya'ni sizda tasavvur qiling, AUZ degan tayyor modulingiz bor, bir safar yozdingiz va siz shunaqa chiroyli yozgan bo'lsangiz, bu modulni olib boshqa loyihalarda ham ishlatishingiz mumkin. Bu degani, tayyor bitta kod, papka bo'lib turadi, o'shani kopiya qildingiz, boshqa loyihalarga qo'ydingiz va uni bemalol ishlatib keta olasiz. Mana shu narsa qayta foydalanish. Lekin buning uchun yaxshigina mahorat kerak va siz u modulni boshqa modullar bilan umuman aloqasini kamaytirib, uni mustaqil qilishingiz kerak bo'ladi. Endi sizlar bilan navbatdagi savolga javob olib ketishga harakat qilamiz. Qaranglar. Loyihani qanday to'g'ri bo'lishi kerak? Umuman olganda, modular monolit arxitektura unchalik qiyin emas. Undagi bitta qiyin tomoni siz loyihani to'g'ri modulga bo'la olishingiz. Ya'ni siz to'g'ri modulga bo'la olmasangiz, bu sizga keyinchalik muammolarni keltirib chiqaradi. Endi shu narsani 5 ta step bo'yicha ko'rib ketamiz. Xo'p, birinchisi, vazifalarni aniqlang. Ya'ni loyihada nima funksiyalar bo'lishini yozing. Deylik, bizda blog saytimiz bor. Unda foydalanuvchilar, maqolalar, izohlar va xabarnomalar bor, ya'ni notification. 4 ta demak funksiyamiz bor ekan. Endi ikkinchisi, har bir vazifani guruhga ajrating. Ya'ni o'xshash funksiyalarni bitta modul ostiga yig'ing. Deylik, bizda funksiyalar bor. Ro'yxatdan o'tish, login qilish va profilni yangilash, shu kabi demak nimalar bor? Bajarish kerak bo'lgan funksiyalar bor. Va bu narsalarni bir-biriga o'xshash bo'lgani uchun bitta modul ostida yig'amiz, ya'ni user modulida. User modulida demak ro'yxatdan o'tish, profilni yangilash kabi funksiyalarni yig'dik. Chunki logikasi bir xil. Masalan, login bor joyda registr bir xil. Login registr bo'lmagan joyda userni profilini update nima uchun kerak?
bu ikkalasi bo'lmasa. Ya'ni uchalasi demak mantiqiy bitta logikaga tegishli. Endi 3-stepimiz edi. Modullar o'rtasida bog'lanishni yarating. Ya'ni blog maqolasini faqat tizimga kirgan foydalanuvchi yoza oladi. Ya'ni mantig'imiz bo'yicha shunaqa. Demak, blog moduli user moduli bilan bog'lanadi. Ya'ni bog'lanish deganda bu yerda qanday bog'lanadi? Masalan, tasavvur qiling, post, ya'ni blogda postlar bo'ladi, to'g'rimi? Post yaratish. Postni kim yozadi? Mana sizga savol. Postni kim yozishi mumkin? User yozadi albatta. Bu yerdan bilsak bo'ladi. Blog moduli o'z-o'zidan user moduliga muhtoj. Ya'ni ro'yxatdan o'tgan foydalanuvchi post yaratadi. Ya'ni postlarni yozadi. Agar foydalanuvchi ro'yxatdan o'tmasa, umuman user moduli yo'q bo'lsa, blog modulidan bizga foyda yo'q. Mana shu orqali bular bir-biriga bog'langan. Umuman olganda, tasavvur qilinglar, bu user modul, bu blog moduli. Bu yerda user blog moduliga bog'lanmagan. Blog moduli user moduliga bog'langan. Ya'ni bundan tushunsanglar bo'ladi, blog moduli bo'lmasa ham autentifikatsiya ishlaydi, ya'ni user moduldagi OAuth ishlaydi, lekin user moduli bo'lmasa umuman post yaratish ishlamaydi. Sababi autentifikatsiyadan o'tgan user yo'q, postni yozadigan odamning o'zi yo'q. Shuning uchun ham blog modulimiz bizga foydasiz. Mana shu tomonlama siz bog'lanishlarni aniqlab olishingiz kerak bo'ladi. Endi keyingisi, har bir modul mustaqil bo'lishi kerak. Endi o'ylaysiz, qaranglar. 3-stepimiz edi, modullar o'rtasida bog'lanishni yarating. Ya'ni bir-biriga bog'lanyotdi. Endi 4-stepga kelib bu mustaqil bo'lishi kerak degan narsa bo'lib qoldi deyishlar mumkin. Aslida bular boshqa narsa. Mana pastdagini o'qisak tushunamiz. Comment modulini o'chirsangiz, ya'ni deylik sizda kommentariy moduli bor. Bu moduli ya'ni blog moduli buzilmasligi kerak. Faqat izohlar ishlamay qoladi. Umuman olganda, mana bitta modulni o'chirib yuboramiz, komment degan modulni, lekin bu boshqa bir modulga ta'sir qilmasligi kerak degan ma'noda kelyapti. Bu narsani ham hamma modulda imkoniyati yo'q. Ya'ni aytganimdek, user modulini o'chirib tashlasak, blog modulini qoldirishdan foyda yo'q. Chunki u ro'yxatdan o'tmagan userlar, ya'ni umuman ro'yxatdan o'tish yo'q, lekin blogda post yaratish bor. Lekin bu yerda talab qiladi token. Biz token bilan yaratishimiz kerak. Endi mantiq bo'yicha deylik. Demak, nima bo'ladi? Blog moduli bizga keragi yo'q. Lekin bizda 3 ta deylik modulimiz bor. Birinchisi user, ikkinchisi blog, uchinchisi kommentariy, ya'ni comment. Bu yerda qaraydigan bo'lsak, userga blog bog'langan, chunki autentifikatsiya bo'lmasa blog yaratib bo'lmaydi. Ya'ni post yaratish, ya'ni yozish mumkin emas. Endi mana buchi kommentariy. Bu ham postga bog'langan, ya'ni blogga bog'langan, ham bu userga bog'langan. Nimaga? Kommentariyani kim yozadi? Foydalanuvchi yozadi. Qayerga yozadi? Blogga yozadi. Ko'rasizlarmi? Ya'ni bu yerdagi kommentariya, mana bu 3-kommentariyamiz, bu ikkalasiga ham bog'liq. Lekin bu ikkalasi kommentga bog'liq emas. Bundan nima tushunsanglar bo'ladi? Kommentariyani olib tashlasanglar ham bu ikkalasi ishlaydi, lekin bu ikkalasini olib tashlasanglar kommentariya ishlamaydi. Mana shu narsani ham tushunishinglar kerak bo'ladi. Bu juda qiyin narsa emas. Hozir chalkashib ketyapsizlar, lekin bitta mana yana aytaman logichni. Xo'p, autentifikatsiya bo'lmasa, blog moduli bizga kerakmi, kerak emasmi? Albatta kerak emas. Chunki nimaga? Blog modulida post yaratish bor. Lekin postni kim yozadi? Masalan, kim yaratadi? Foydalanuvchi, oddiy uni yozadi. Agar foydalanuvchi yo'q bo'lsa, demak blogdan foyda yo'q. Umuman olganda, kommentariyada ham shunaqa. Kommentariyani kim yozadi? Foydalanuvchi. Qayerga yozadi? Postga yozadi. Agar umuman post yo'q bo'lsa ham, o'sha bizda kommentariy ishlamaydi. Nimaga? Chunki post o'zi yo'q, lekin user moduli ishlayveradi. Chunki u autentifikatsiya o'zi yolg'iz. Mana shu tartibda ishlaydi. Siz bu narsalarni his qilishingiz kerak va ajrata bilishingiz kerak. Endi 5-stepimizda papka strukturasini yarating. O'zi Laravel dasturchilarda o'zi kutubxonalar ham bor. Bu narsa mana Laravelda modules degan papkani yaratamiz va ichida har bir modul uchun alohida papka ochiladi. Masalan, modules papkasida blog, user, comment va navigation degan alohida modullarimiz bo'ladi. Umuman olganda tushuntira oldim deb o'ylayman. Bu narsa mana shu tartibda ishlaydi va buni amaliyot qiladigan bo'lsak, yanada sizlar bilan to'liqroq tushunib olamiz. Xo'sh, endi sizlar bilan videoni oxirida eslab qolishimiz kerak bo'lgan modullar monolitning qonunlari haqida ko'rib ketamiz. Birinchisi bitta vazifa. Har bir modul faqat bitta asosiy vazifani bajaradi. Bu nima degani? User modulingiz bor.
Buning asosiy vazifasi AWS edi. Blog modulingiz bor, buning asosiy vazifasi postlar bilan ishlash. Mana shu tartibda bo'ladi. O'zi umuman olganda vazifaliga qarab modul shakllantiriladi. Endi ikkinchisi, modullar bir-biriga bog'liq bo'lmasligi kerak. Bu narsa haqida yuqorida ham aytib ketdim. Siz maksimum harakat qilishingiz kerak, bitta modul o'zi mustaqil bo'lishiga. Bu narsa haqida siz maksimum qayg'urishingiz kerak bo'ladi. Uchinchisi, qayta foydalanish, ya'ni modulni boshqa loyihada ham ishlatish mumkin bo'lishi kerak. Siz maksimum shu narsani ustida harakat qilsangiz, deylik bitta AWS degan modulingiz bor, u narsani juda ham chiroyli qilib yozdingiz va siz buni doim loyihalarda ishlatishingiz mumkin. Shunchaki copy paste qilasiz va kerakli loyihada u o'z vazifasini bajarib ketaveradi. Bu narsa siz vaqtingizni ham tejab qoladi. Va to'rtinchisi tushunarli nomlar. Modul nomini uning vazifasini ko'rsatishi kerak. Ya'ni modulning nomi uning vazifasini ko'rsatishi kerak. Deylik, blog bo'ldimi? Modul nomi bilsak bo'ladi, nomiga qarab logichni o'ylaymiz. Ichida postlar bo'ladi, postlarni boshqaradi. Masalan, user yoki AWS degan modulimiz bormi? Uning ichida demak, autentifikatsiyaga aloqador narsalar bor. Kommentariyami, demak, ichida kommentariy bo'ladi. Mana shu tartibda siz nomlarni ham to'g'ri berishingiz kerak. Lekin dunyoda bitta modul nomi bor. Uni siz xohlagan vazifa bajarish uchun qo'ysangiz bo'ladi. Bu modulning nomini Azizbek eng zo'ri, ya'ni Azizdev eng zo'ri degan modul yaratadigan bo'lsangiz, uning ichida xohlagan vazifani bersangiz bo'ladi. U ko'rgan odam bittada tushunadi, u qanaqa vazifa bajarish kerakligini. Uning ichida qisqasi zo'r vazifa bor, o'shaning uchun Azizdev eng zo'ri yoki Azizbek yoki Azizdev farqi yo'q, bu narsani yozib qo'yaverasizlar. Modul nomiga demak Azizbek yoki Azizdev eng zo'ri deb modul nomini beradigan bo'lsanglar, bu narsaga hech kim urushmaydi. Bugundan boshlab hech kim bu narsani urushmaydi. Sen noto'g'ri modulga nom beribsan degan narsa bo'lmaydi. Bemalol foydalansanglar bo'ladi. Avtorskiy huquqlari bor. Hammaga ochiq. Xo'p, bugungi ko'rishimiz kerak bo'lgan video shulardan iborat edi. Sizlar bilan Isroil Bazibey bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.